$20 milliard evaziga tinchlik, Birlashgan Arab Amirliklari va Eron o'rtasidagi maxfiy kelishuv fosh bo'ldi. Har ikkinchi rubl frontga ketmoqda. Rossiya iqtisodiyoti urush girdoviga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Turkiyada 3 kun ichida 4 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu oddiy yangilanish emas, Ukraina armiyasida tarixiy o'zgarishlar boshlangani ma'lum qilindi. Biz ketmaymiz. Isroil Livan, Suriya va G'azodagi pozitsiyalari bo'yicha keskin qarorini e'lon qildi. Erondagi fojia ortida sun'iy intellekt bormi? Dunyo eng noqulay savolga javob izlamoqda. $20 milliard evaziga tinchlik. BA va Eron o'rtasidagi maxfiy kelishuv fosh bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron bilan raketa va dron zarbalarini to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishib, buning evaziga $10 milliard dan $20 milliard gacha to'lashga rozi bo'lgan. Mablag'larning dastlabki $3 milliard allaqachon Tehronga o'tkazilgan. Bu haqda Reuters xabar berdi. Muzokaralarda asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni kamaytirish va amirliklar hududiga ehtimoliy hujumlarning oldini olish bo'lgani aytilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari shuningdek Eron rasmiylari bilan yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazish uchun diplomatlarni ham yuborgan. Reuters eronliklar so'nggi kunlarda Bahrayn, Kuvayt va Iordaniyaga zarbalar bergani, biroq Birlashgan Arab Amirliklari shu kabi hujumlardan chetda qolayotganiga e'tibor qaratgan. Bu esa agentlikning Abu Dabi va Tehron o'rtasidagi kelishuv haqidagi taxminlarni qo'llab-quvvatlagan. Eronlik tadbirkorlar Birlashgan Arab Amirliklari ko'chmas mulk bozoriga $10 milliard sarmoya kiritgan. Amirliklar esa o'z navbatida sanksiyalar ostidagi Eronni tashqi dunyo bilan bog'lovchi asosiy savdo darvozalaridan biri hisoblanadi. Tahlilchilarga ko'ra, kelishuv Tehronning muzokaralardagi pozitsiyasi urushdan so'ng kuchayganini ko'rsatadi. Biroq agentlik bu pullar Birlashgan Arab Amirliklari hisobidan to'lanishi yoki Eronning muzlatilgan aktivlari hisobidan qaytarilishiga aniqlik kirita olmagan. Shu bilan birga ayrim ekspertlar bu barcha tomonlarni qanoatlantiradigan kelishuv bo'lishini ta'kidlagan. Ya'ni bu bilan Tehron urushdan yetkazilgan talofat uchun kontributsiya olganini da'vo qilishi, Tramp ma'muriyati hamda Abu Dabi esa Eronga bevosita to'lov qilmaganini ta'kidlashi mumkin. Har ikkinchi rubl frontga ketmoqda. Rossiya iqtisodiyoti urush girdobiga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Kreml Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarni moliyalashtirish uchun har kuni qariyb $700 million sarflayapti. Bu haqda Germaniyaning Xalqaro xavfsizlik muammolari instituti ilmiy xodimi Yanis Kluge tomonidan olib borilgan tadqiqot xulosasida so'z boradi. Olimga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida Rossiyaning harbiy xarajatlari 5 trillion 908 milliard rublga yetgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 29.9%ga, 2024-yilning birinchi choragiga nisbatan esa 68.7%ga ko'pdir. 2023-yil bilan solishtirilganda harbiy xarajatlar 129%ga oshgan. 2022-yil boshidagi ko'rsatkichga nisbatan esa farq yanada kattaroq. Mazkur tendensiya natijasida Rossiya byudjetida harbiy xarajatlar ulushi rekord darajada o'sib, ilk bor 46%ga yetgan. Kluge shundan kelib chiqib, har ikkinchi rubl Ukrainaga qarshi urushni moliyalashtirish uchun sarflanayotganini, bu soatiga taxminan $30 million dan to'g'ri kelayotganini ta'kidlagan. Financial Times nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Rossiya Moliya vazirligi urush ehtiyojlari uchun fuqarolik sektoridagi ayrim xarajatlarni muzlatishni taklif etgan. Unga ko'ra, 2026-yilda qariyb 2.9 trillion rubl, keyingi yillarda esa yana trillionlab rubl mablag'lar qisqartirilishi mumkin. Prostatit, ikkilamchi, bepushtlik, tez-tez peshob tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Turkiyada 3 kun ichida 4 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Joriy yilning so'nggi 3 kuni ichida Turkiyada vafot etgan 4 nafar O'zbekiston fuqarolarining jasadlari mamlakatga qaytariladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Qayd etish joiz, 11-iyun kuni Istanbuldagi Shimoliy Marmara avtomagistralida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida O'zbekistonlik 31 yoshli AH, uning turkiyalik turmush o'rtog'i va 2 oylik farzandi halok bo'lgandi. Hodisa Chekmekoy mavzesidagi Shimoliy Marmara
avtoyo'lida soat 6:00 atrofida yuz bergan. Sabiha Gokchen aeroportidan qaytayotgan Sodiq Gunden boshqaruvidagi yengil mashina xuddi shu yo'nalishda harakatlanayotgan yuk mashinasining orqasidan borib urilgan. To'qnashuv oqibatida yengil mashina yuk mashinasining tagiga kirib ketgan. Haydovchi Sodiq Gunden, uning o'zbekistonlik rafiqasi Aziza Xatam va Gunden va ularning 2 oylik chaqalog'i Temurxon Gunden mashina ichida qisilib qolgan. Ular voqea joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar tomonidan chiqarib olingan. Biroq oilaning 3 a'zosi ham hodisa joyida hayotdan ko'z yumgan. 12-iyun kuni Tuzla tumanida yuz bergan yo'l transport hodisasi ortidan 23 yoshli O'zbekiston fuqarosi N.M. olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Bu oddiy yangilanish emas. Ukraina armiyasida tarixiy o'zgarishlar boshlangani ma'lum qilindi. Uning so'zlariga ko'ra, endi armiyada aniq muddatga mo'ljallangan 3 turdagi kontraktlar amal qiladi. Kontraktlar 10 oy, 14 oy yoki 24 oy muddatga tuziladi hamda ularning tugash shartlari oldindan belgilab qo'yiladi. Zelenskiy harbiy xizmatchilarning moddiy ta'minoti ham oshirilishini bildirdi. Yangi tizimga ko'ra, frontdan uzoq hududlarda xizmat qilayotgan harbiylar kamida 30 ming grivna maosh oladi. Jang chizig'ining birinchi safiga jalb qilingan harbiy xizmatchilarning oylik daromadi esa o'rtacha 300 ming grivnaga yetkaziladi. Shuningdek, jangovar bo'linmalar qo'mondonlari uchun ham qo'shimcha to'lovlar joriy etiladi. Prezidentning aytishicha, Ukraina hukumati yangi to'lov mexanizmlarini iyun oyining o'zida ishga tushirishi kerak. Zelenskiy e'lon qilgan alohida murojaatda islohotlarning tafsilotlari keltiriladi. Unga ko'ra, Ukraina piyoda qo'shinlari dunyodagi eng yuqori haq to'lanadigan jangovar mutaxassislardan biriga aylanishi mumkin. Eng yuqori maosh miqdori 460 ming grivnaga yetishi kutilmoqda. Yangi tizimda qo'shimcha to'lovlardan nafaqat kontrakt asosida xizmat qilayotganlar, balki safarbarlik orqali chaqirilgan harbiylar ham foydalanishi mumkin. Islohotlar doirasida Ukraina armiyasiga xorijliklarni jalb qilish tizimi ham kengaytirilishi rejalashtirilgan. Zelenskiyning bildirishicha, kelgusida hujumkor va piyoda bo'linmalarning yarmidan ko'prog'ini xorijiy legionerlar tashkil etishi maqsad qilingan. Bu jarayonda xususiy rekruting kompaniyalari xorijlik ko'ngillilarni tanlab Ukrainaga yuborish bilan shug'ullanadi. Ukraina mudofaa vaziri Fyodorov esa harbiylar uchun yangi raqamli xizmatlar ishga tushirilishini ma'lum qildi. Xususan, Armiya Plus platformasi orqali bir harbiy korpus tarkibidagi bo'linmalar o'rtasida avtomatik o'tish imkoniyati yaratiladi. Uning ta'kidlashicha, xizmat joyini o'zgartirish imkoniyati harbiylarni armiya safida saqlab qolishga yordam beradi. Biz ketmaymiz. Isroil, Livan, Suriya va G'azodagi pozitsiyalari bo'yicha keskin qarorini e'lon qildi. Isroil, Livan, Suriya chegarasi va G'azo sektorining bir qismidagi harbiy nazoratni saqlab qolish niyatida. Bu haqda mamlakat mudofaa vaziri Isroil Katz AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar fonida X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Uning aytishicha, Isroil armiyasi xavfsizlik hududlaridan Hermon tog'ining cho'qqisidan turib Livan tog'lari, Samariya hududlari hamda G'azo sektorining katta qismigacha bo'lgan hududlardan chiqib ketmaydi. Katzning ta'kidlashicha, Isroil 7-oktyabr voqealaridan asosiy saboq chiqargan va turli guruhlardan keladigan tahdidlarga qarshi o'z chegaralarini himoya qilishda davom etadi. Mamlakatimiz xavfsizlik bo'yicha aniq va o'zgarmas pozitsiyaga ega. Biz har qanday tahdidga qarshi harakat qilamiz. Yon berish yoki murosaga kelish emas, balki xavfsizlikni ta'minlaydigan qarorlarga intilamiz, degan vazir. Erondagi fojia ortida sun'iy intellekt bormi? Dunyo eng noqulay savolga javob izlamoqda. Bloombergning The Citrus dasturida Anthropic bosh direktori Dario Amadeidan Cloud sun'iy intellekti 2026-yil 28-fevral kuni Erondagi Minab shahrida yuzlab bolalar halok bo'lgan maktab zarbasida ishlatilganmi deb so'ralganda, u aniq javob bera olmasligini tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Anthropic kompaniyasi o'z modelining harbiy operatsiyalarda aynan qanday qo'llanganiga to'liq kirish huquqiga ega emas. Shu bilan birga u maktabga berilgan zarbani ro'y berishi mumkin bo'lgan eng dahshatli voqealardan biri deb atadi. Masalaning markazida AQSh armiyasi foydalanayotgan Maven Smart System nomli sun'iy intellekt platformasi turibdi. Ushbu tizim Anthropicning Cloud modeli va boshqa AI vositalaridan foydalanib nishonlarni aniqlash, ustuvorlik bo'yicha saralash hamda zarba variantlarini tayyorlashga yordam beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh kuchlari Eron bilan urushning ilk 24 soatidayoq mingdan ortiq nishonga zarba bergan va bu jarayonni tezlashtirishda aynan AI tizimlari muhim rol o'ynagan.
Amnesty International, Human Rights Watch va boshqa tashkilotlar voqeani tekshirgan. Ayrim hisobotlarda maktab ilgari harbiy obyekti bo'lgan hudud yaqinida joylashgani qayd etilgan. Biroq maktab ko'p yillardan beri fuqarolik ta'lim muassasasi sifatida faoliyat yuritib kelgani aytiladi. BMT, UNICEF va UNESCO hujumni qoralab, mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan. Amadeyning eng muhim bayonoti shundan iborat bo'ldiki, uning fikricha, Claude yakuniy qarorni qabul qilmagan. U antropik siyosatiga ko'ra, har qanday harbiy operatsiyada oxirgi qaror inson tomonidan qabul qilinishi kerak degan tamoyil mavjudligini ta'kidladi. Claude yordam berishi mumkin, ammo tugmani bosadigan va hujum haqida yakuniy qaror chiqaradigan insondir, dedi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.